Videoni ko'ramiz. Xo'p. 6 kishi terak yuklayapti. Kamida 1 tonna 200 kilo. 6 kishi 1 tonna 200 kilolik ho'l terakni yuklayapti. Necha kilodan tushadi? Kamida 200 kilodan tushyapti. Shu paytda 6 kishini 2 kishi qo'yib yuborgan paytda yana 4 kishiga zo'r qilib yana og'ir tushyapti. Bilasizmi nima bo'ladi? Grija chiqib ketadi. Oqib ketadi. Nafaqat yorilib ketadi, oqib ketadi. Bittagina mana shu xato, operatsiya stoliga majbur qilib operatsiya bo'lishingizga olib keladi. Tushundingizmi? Shunaqa paytda har xil moslamalar bo'ladi. Misol, ayniqsa ko'p Xitoy roliklarida ko'ramiz, tiqib turib, ruchkasini tushirsa, o'sha 400 kilo, 500 kilolik og'irlikni ko'tarib beradigan moslamalar qilish kerak. Mana shu yerda kamida shu 6 ta bolani 4 tasi o'zi ketdi. Belida muammo chiqadi. Hozir yosh bilinmaydi. Sekin borib oyog'i uvishadi. Oyog'i muzlashni boshlaydi, og'rishni boshlaydi va oxiridan MRT qilgizsa, tomografiyada grija chiqishi 80-90% ehtimoli bor. Qadrdonlar, sizlar bilan yumexoterapiya va manual terapiya mutaxassisi, men Dilmurod bo'laman. Agar bizni manzilimiz kerak bo'lsa, Instagram, TikTok obloshkamizni tagida, glavnimizda silka bor, Telegram silkasi. Shu Telegram silkaga o'tsalang, bizni Telegram gruppamiz, albatta manzil, hammasi lokatsiyalari bor. Ekranga qo'yib qo'yamiz, nomerimizni ham murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Og'ir narsadan doim hushyor bo'linglar, iloji bo'lsa ko'tarmanglar. U Arnold Schwarzenegger bo'lsa ham har xil korset, remenli, kojinli rementlarda maxsus shu kulturistlar ham shtanga ko'taradi. Bunda hech qanaqa maxsus remensiz toshna grijaga olib keladi. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Navruz bayramlaring muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.